Ko'rinishingiz yoshingizga nisbatan kamida 5-10 yoshga yosh ko'rinishini xohlaysizmi va ichki tana a'zolaringiz doimiy ravishda o'z faoliyatini faol olib borishini va kasal bo'lmasligini, yosh organizm bo'lib qolishini xohlasangiz, kundalik hayotingizga bu oddiy va samarali ichimlikni qo'shmasangiz bo'lmaydi. Buni paketchaligi bo'lmaydi, faqat shunaqa katta bayli tabiiysini paketda, katta paketlarda o'ramlarda bo'ladi. Hozir har xillari chiqib ketgan. Bu ichimlikdan kundalik hayotingizda ko'proq foydalanishga harakat qiling va odatlaning. Buning natijasida ayollarda gormonal fon yaxshilanadi, jigar toksinlardan tozalanadi, pochka, o't qopi, umuman ichki a'zolar hammasi yaxshi tozalanib chiqadi, limfa tizimini zo'r tozalab beradi. Yaxshi qon aylantirgani hisobiga boshda va tanada og'riqlar kamayadi. Yosh bo'lib, go'zal bo'lib yuring. Albatta, ko'k choyi har kungalik ratsioningizga qo'shishni unutmang. Davleniyasi past yuradiganlar haftada 2-3 marta foydalansanglar bo'ladi. Odatiy holga kirgizsanglar natijasini albatta ko'rasizlar. Saqlanib qoling va like bosib jo'natib qo'yish esingizdan chiqmasin. Profilimda juda ham ko'p foydali ma'lumotlar bor, o'tib ko'rsanglar bo'ladi.